Xo'p, hurmatli hamqishloqlar. Mana bugun havuzimizda o'z nihoyasiga yetib qoldi. Polni havuzimni quyish jarayoni ketyapti hali ham. Yana bir yarim soatlar havuzimiz tugab qoladi, xudo xolasa. Soat ham 5 bo'lib qo'ydi. Xo'p, qolgan eksonlaringizga buni go'shtlar olib keldi, 14 kilo go'sht, qo'y go'sht, 14 kilo qo'y go'sht. Qolgani polni mayda ichida hamma narsalarni olib kelib, to'g'rilab, xudo xolasa bugun bir joyda katta bayram tantanali. Juda katta tashir bo'ldi mana. Tasharni ko'ryapsizmi? 30 odam. Taylanib Komiljon akam 130 ming tunday 90 olib ketdi. 10 juvamiz hali. Hali Chingizkada ko'p hali yangiliklar. Mana skuterlarga qaranglar. Polni skuter. Ahlan issiqni issiq demasdan, sovuqni sovuq demasdan javlon urib ishlamoqda. Aziz hamqishloqlar, Ingichka City Bapesh kimki kep qatnasha olmasa, armonlari o'zidan qolsin. Mana shunday mana qarang, yigitlar so'zilib, tizilib ishlab turibdi. Havas bilan kesin. Mana suvdan kelgan qishloqqa, mana bu yog'i jaz-juz bo'layapti. Sizni bizdan, sizni biz yaxshi deydi. Ha, rahmat. Ana Furqat akaning gaplarini eshitdilaringiz. Juda ham yaxshi gapirdi. Mana gapirga jonim qolmadi. ha, mana. Mana chekalarni tuproqlar bilan javob tashladi, urib ketmasin deb. Polni hamma yana mahkam qilib, bu yeri juda ham katta, chunki betoning qolin bo'lib ketdi. Havo urib ketmasin deb tuproqlar bilan chekalarni mahkam qiladi ekspert.